Assalomu alaykum. Xorazmlik YouTube kanalimizga obunachilar. Aziz do'stlar, biza Esimboy ko'chadamiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladigan kadastrning to'g'risida shuni uzun do'mbayna. Buni har tushirgan joylarimizni aziz do'stlar usti o'chir to'lib odamlar olib turibdi. Shuning uchun lokatsiyasida gap yo'q. Bilasizlar endi. Shuning uchun aytib o'tamiz. Yana bir buni orqa tarafi Dekkan bozor, gipermarket, bu yon tarafi aziz do'stlar Nihol maktabi bor. Şunlar ko'pchilik yurtdoshlarimiz olib turibdi. Bu yoqda yana maktablar bor, yana qaranglar. Yo'l ham asfalt o'ylatir, xudo xolasa. Bir 10-15 kunlar uzoqi chiroyli asfalt bo'ladi. Aynan tarafda yana kadastr. Kadastrdan ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Bir zo'r, hozir eng zo'r lokatsiyalardan birisi bo'lib turibdi. Aziz do'stlar, ushbu domimizda 5 etajli domni 4-etajında 3 xonali kvartiramiz pat ключ hamma o'zlari bilan sotilajak aziz do'stlar. Ajoyib narxlarda ekranda egasi nomerini qo'yamiz. O'zlaringiz telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Sizlarga uyni ichki qismidan ko'rsatib boramiz. Bundan tashqari aziz do'stlar, agarda o'zlarimiz xizmatlarimizni sizlarga aytib o'taylik, kanalimizda 133 mingga yaqinlashdi. Agarda uyingizni sotchak bo'lsangizlar, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. YouTube'da 133 ming, Instagramda 10 mingdan o'tdi. Shuning uchun bemalol aytaverasizlar. Yo'q, men reklama qildirmay sotchakman desangizlar ham, ofisimiz ochiq, uyingizni sotiladi, uyingizni ro'yxatdan o'tirib ketasizlar, u joylaringizni ham tezroq sotishga yordam beramiz. Asa uyni ichki qismidan ko'rib boramiz, ketdik. Aziz do'stlar, uyni ichki qismidan sizlarga ko'rsatib, tanishtirib chiqamiz. Agarda ana ma'qul keladigan bo'lsa, egasining nomerini qo'yamiz, o'zlaringiz telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Aziz do'stlar, giraverish eshigimiz shu yerda joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, bir chiroyli, akkuratni yozib o'tgan ekanlar. Hozir birinchi chetdan tanishtiramiz. Tak, avtomatikasi shu yerga ham, prixojisini ham ko'rib turibsizlar, ajoyib atib qo'yib to'laymiz zo'rundan. Kirganimizda bizdan nima kerak? Baribir shu rakovina kerak, rakovina joyi ham yana zo'r, ajoyib qolgan. Endi xonalarni bir qator tanishtiramiz. Bu yerda zal, bu yerda kuxnyamiz, bu yon tarafda 2 dona xonamiz bor, sanuzeli, ya'ni yuvinish xonasi, hojatxonasi alohida. Aziz do'stlar, kattalarning spalnisida o'zini garderobini ham ega, bir ajoyib deb did bilan o'tgan ekanlar. Narxini ham video davomida aytib o'tamiz. Asas zaldan boshlayveramiz. Girgandan yana shunday zal. Общий metr kvadrati 78 metr kvadratda joylashgan bu 3 xonali kvartiramiz. Patologlari ko'rib turganlaringizdek, natijnoylari qo'yilgan, galagellari durtdi, gipsokardon bilan chiroylatib qo'yibdilar ekan. Hozir yana bir yandan tanishtiramiz. Aziz do'stlar, perdalargacha tayyorlat qo'yibdilar, qaranglar. Registrlarimiz bor, aynalari plastik ramlardan, podokonnliklar ham tayyor bo'lib turibdi. Joylashgan yerini ham ko'ringlar aziz do'stlar, Dekkan bozorini dikaldi. Doğrumuzda yana Dekkan bozor, ko'rib turganlaringizdek yana gipermarket, supermarket, ish qilib bir ajoyib, orqasida shunday plashatkalarni ega. Perdalarni yana neobishniy zo'r atib, hozirgi zamonaviy high-tech uslubidagi perdalar. Aziz do'stlar, bu yerda tokla qoldirilgan ehtiyojli konteyner qo'ydiraman desangizlar. Qaranglar, aboylardan chiqib tayyor bo'lib turibdi, ko'rib turganlaringizdek, aboylar ham yaxshisidan tanlanibdi aziz do'stlar. Lyustralarga e'tibor berasizlar, bir zo'r, ajoyib televizor joyimiz bu yerda. Eshiklarga e'tibor etinglar aziz do'stlar. Oppoq, chiroyli eshiklardan qo'yibdilar, g'ollarni to'shab, bir-biridan mos bo'lib turganini qaranglar. Bir zo'r. Tak, endi keyingi xonamiz. Bu yerda aziz do'stlar, qaranglar, yana eshiklar hammasi bir xil. Bu yerda yana xudo xolasa kuxnya. Yana umonlik joylari, chiroyli mebellar ham qo'yibdilar. Gaz plitani ajoyib yandan qo'yildi. Hozirgi zamonaviy gaz plitalardan qo'yibdilar. Uy shishkalari. Tak, bu yerda aziz do'stlar, duh konturli kotelimiz qo'yilgan yana. Chiroyli bo'lib qo'yilgan. Kuxnyada balkonimiz ham bor. Yana. Qaranglar. Do'rimizda yana Dekkan bozor. Ma'mun instituti. Ko'rib turganlaringizdek bir zo'r. Arka tarafından maşinlar ham ko'p qo'yibdilar. Lekin oldindan mashin qo'yadigan joylari ko'p, bir zo'r. G'ollari hammasi shunday ajoyib g'ollardan qo'yilgan. Patologlarimiz shunday chiroyli, lyustralar qistirilgan, undan tashqari natijnoylarni zo'rindan qo'yganlar. Galagellar ham bor doполнительный. Tak, endi girgandan birinchisi yana ko'rib turganlaringizdek hojatxonasi, polniy
kafelerden chiqib, chiroyli bo'lib turibdi. Muammosi yo'q. Tak, bu yan tarafda ikkinchi xonamiz, ya'ni bir dana spalni. Bedan natijnoylar, yo'ltirg'alarimizdan, jaluzilari, oynalarimiz plastik ramlardan, shuning katta registrlar qo'yilgan, hammallari 100% chiroyli laminatlardan döşəlib duribdi. Ab oynam yaxshisidan tanlangan aziz do'stlar. Ko'zni qartmaydi u. Bu yerda endi qaranglar. Kafeldan chiqib, chiroyli bo'lib turibdi. Umanlik joylari, yana dushovoylari, simistительdan eng zo'r sifatlisidan qo'yilgan qaranglar. Aristollar necha bor. Kafeldan zo'rundan ham ustanovkasi ham zo'r o'tdi. Chiroylatib qo'yibdilar. Mana. Bir ajoyib. Tak, endi kattalarni spalnisine giramiz, qaranglar. Mana shuning ko'rinishdagi kattalarni spalnisi. Perdelari duribdi joy-joyida, patoloqlari natijnoy. Bedam shu registrlarimiz bor, aynalar plastikdan, keyin nelar ham bor, podokoniklari. Bu uyimizda plus yerlaridan birisi, shuning garderob ham bor. Mana qaranglar. Şöyle qo'yaverasizlar. Masalan, o'zlaringizni şöyle qo'yaverasizlar. Shkaf ham o'zlari tayyor turibdi. Xolos, sizlar endi bu yerni sanuzel etib kirsangizlar bo'ladi, hech qanday muammosi yo'q. O'ng'ayingizda qaraverasizlar. Bu yerda endi masalan общий sanuzel bo'ladigan bo'lsa, kattalar sanuzelni shöyle girib bersangizlar bo'ladi. Endi bu yer hozir garderob sifatida turibdi. Do'mbir zo'r, do'mbir ajoyib xonadonimiz. Aziz do'stlar, narxini keladigan bo'lsak, narxini 48 ming deb turibdi. Bu uyimiz sal avvalroq chiqqan ekan, 50 ming dollar deb. Endi tezroq sotchak ekanlar, shuning uchun 48 ming deb biza chiqarib turibmiz. Endi undan ekranda nomerlarni qo'yamiz, egasini nomerini savdolashib olasizlar. Naqd polosasida sotiladi, ekranda egasini nomerini qo'yamiz. Bemalol xudo xolasa telefon klassidan kelishib olaverasizlar. Agarda sizdan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Esa uyning egasini nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar.